Bir qarashda bu binoni chet eldagi klinika deb o'ylashingiz mumkin, ammo bu Samarqandda joylashgan mashhur meros klinikasi. Eng quvonarlisi, bu loyihada bizning ham hissamiz bor. Binoning santexnika ishlarini 22 yillik tajribaga ega bo'lgan Samarqand Santexnik MCH jamoasi bajargan va jahon andozalariga mos santexnika mahsulotlari esa Viesmann Samarqand do'konlarimiz yetkazib berishgan. Keling bajarilgan ishlar bilan yaqindan tanishamiz. Uyimizda har bir qavatida mana bunaqa radiatorlar o'rnatilgan va mana bunaqa pojarniy sistemalar qilingan, pojarniy shitlar o'rnatib berilgan. Mana shu tarzda hammasi ko'rinadi. Xo'p, kelinglar endi palatalarni ko'rib chiqamiz. Har bitta palatada bizda sharoitlar juda ham zo'r. Sistema отопления radiatorni qilingan. Bu yerda qimmatbaho bir duvanalar olib kelingan. Nima buni tushunmayman. Tushunadiganimga o'tsam, bu yer sanuzel, installatsionniy unitaz, подвесной, rakovina, смеситель, aksessuarlar o'rnatib berilgan va mana bunaqa ruchkalar ham bor. Bu tomondan qulaylik uchun bu yerda ham ruchkalar va mana bunaqa sidushkami nima deydi bu? Shunaqa narsalar o'rnatib berilgan. Ayni damda binoni yuragi sanalmish kotelniga yetib keldik. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, sirkulyatsiyon nasoslar, Grundfos kompaniyasiniki, refleks, расширительный baklar, refleks separator, magnetik klapan, 7 ta Viesmann kondensatsion qozon o'rnatilgan. Dimoxodlari to'g'ri montaj qilinib, kondensatorlar kanalizatsiyaga olib borilyapti. 2 ta Viesmann 500 litrlik boylerlarimiz va 2 ta Grundfos chistotniy nasos. O'sha davleniya yaratib berish uchun. Bu yerda esa 15 tonnalik bakimiz turibdi. Kimga shunaqa sifatli santexnika xizmatlari, sifatli santexnika mahsulotlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Siz bilan har doimgidek Kamina Dovud Akimov. Sog' bo'ling, omon bo'ling.